Farg'onada shunaqangi takoy bepul to'yxona borligini bilarmidingiz? Bilmasalaring videoni oxirigacha ko'ringlar, bilib olasizlar. Ammo vashi dahshat aka. Ushbu to'yxonaga kelsalar ham to'yxonaga 1 so'm ham to'lamaysizlar. Shunchaki yeb ichganlaringga to'lasalar ham bo'ldi. Bu yerga kishi boshiga menyulari 50 ming so'mdan boshlanar ekan. Agar shikarni o'tiraman siz 200 ming so'mgacha ekan. Bu yerda shunaqangi katta monitori bo'lib, xohlagan narsangizni ko'rib o'tirishingiz mumkin. Agar xohlasalaring artist videochi sahnalarigacha gaplashib berishar ekan. Xullas, prosta kelib bersalaring bo'ldi. Ayniqsa to'y qilishga sharoiti yo'qlar uchun atki 5 million so'mga 100 kishi maza qilib ixchamgina to'y qilib ketsa bo'ladi. Ayniqsa bozorga bor, u yoqqa bu yoqqa yugurib qilmasdan kelishadi, maza qilib yeb ichib ketishadi. Xizmatlarda ham o'zlari qilishadi. Zo'ra. Qolaversa Lag'mondagi birinchi qavatida 50 xildan ortiq Uyg'ur va milliy taomlar tayyorlanadi. Lag'mondagi menyusiga yangilik qilib shunaqa 10 xildan ortiq vaflilar qo'shibdi. Bu yerda belgiyskiy vaflilardan hattoki angliskiy pankeklargacha qo'shibdi. Oh, buni hidini. Вообще shirin. Ayniqsa cheesecake San Sebastian vashi shirin ekan bor. Manzil Farg'ona shahar Asaka bankda Oybek Abdullaga to'g'risida chap qo'lda murojaatchi quyidagi raqamlarga bog'langan ma'lumot uchun bu videoni hamma farg'onaliklar jo'natib qo'ydi.